Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Biz albatta bir narsa so'raganimizda albatta Allohdan xayrlisini so'raymiz. Sababi biz o'zimizga nima yaxshi ekanligini bilmaymiz. Bu dunyoga biz o'zimizni xohishimiz bilan kelmadik, o'zimizni xohishimiz bilan ketmaymiz. Masalan, mana hozir ko'rsataman, tashqarida yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir juda ham chiroyli bo'lib yog'yapti. Duolar qildik, yomg'ir yog'sin dedik. Shuni ham Allohdan so'raganimizda xayrlisini bersin deb so'raymiz. Nimaiki hayotda o'zimizga kerak bo'lsa, xayrlisini so'rash kerak. Masalan, uymi, mashinami, yomg'irmi? Oddiy bir yomg'ir bo'lsa, Alloh beryapti, barokati bilan xayr bersin, bilan bersin deymiz. Sababiki yomg'ir suv bosib balo ham bo'lishi mumkin-da. Mashina o'zimizga maza qilib bolalarimizni, onamizni olib yuradigan buyum yoki u balo ham bo'lishi mumkin. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Uy ham xuddi shunday. Nimaiki olsak, Allohdan xayrlisini so'raylik-da.